Ilova ochilgandan keyin nomerimizni yozamiz bu yerga. Nomerimizni yozib kirgizamiz. SMS jo'natiladi. Va bu yerdan keyingisiga o'tishni bosamiz va tasdiqlashni bosamiz. Tasdiqlash parol kirgizing deydi. Bu yerda ismingiz va yilingizni yozsangiz to'g'riroq kirishingiz osonroq bo'ladi. Davom etishda bosib olamiz. Pin kodni kiritamiz. O'zingizga eng oson, esingizdan chiqib qolmaydigan 2 marta takrorlab olamiz pin kodni. Va barmoq izidan foydalanalaylikmi deyapti. Yo'q, foydalanmang deb bosib qo'ysangiz osonroq. Uzum karta bor, pul bor. Bu reklamalar chiqadi bitta ikkita. Rozimanni bosasiz va shaxsingizni tasdiqlang deyapti. Bu yerda men O'zbekiston rezidentimanni bosib, sizga pasportingiz kerak bo'ladi. Bu yerda pasportingiz bilan ilovadan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. SMS kelib kirib olamiz. Keyin mana bu yerda Uzum bankka kirish uchun mana pasport ma'lumotlaringizni so'raydi. Bu yerga pasport ma'lumotlaringizni kirgizib olasiz. Bu yerga seriyasini va bu yerga tug'ilgan kuningiz birinchi, ikkinchi oyingiz va yilingiz pasportingizda yozib qo'ygan bo'lsa, qanday ketma-ketlikda xuddi o'shanday. O'sha yerda ikkita harf va qolgani 7 ta son bo'lar ekan, o'shani yozasiz. Bu yerda davom etishni bosganingizda pasport egasi mana shu ma'lumotlar kiritilgan pasportning egasini rasmga tushishini so'raydi. Hammasini kiritib bo'lganingizdan so'ng xabarnomalarni yoqishni bosib qo'yasiz va ruxsat berishni bosib qo'yasiz. Va so'rovga ishlov berilmoqdamiz deyapti. Bu yerda biroz kutamiz. Kutmasak ham bo'laveradi. Mana bu yerda X ni bosib chiqib ketamiz. Va himoyani yoqish deyapti. Yo'q, hozircha shart emas bizga. Bankning rasmiy botiga o'tganimizda bizdan mana o'zimizga ma'qul tilni tanlang deb so'raydi. Biz o'zbek tilini tanlaymiz. Va shu joyni bitta o'qib olamiz, qaranglar. O'qishga ozgina vaqt ketadi, o'qiysizlar va agar tushunmagan bo'lsanglar, men qancha olaman deb bosib turib yana biringiz o'qib olasizlar. To'liq tushunganinglardan keyin ro'yxatdan o'tishni qilamiz. Boshlaymiz. Xo'p, rozilik beramiz. Telefon raqamini ulashamiz. Sizda Uzum bank ilovasi bo'lsa, karta ochgan bo'lsangiz, ha bor deysiz. Agar Uzum bankni rasmiylashtirmagan, karta ochmagan bo'lsangiz, yo'q, kartani rasmiylashtirish qilasiz. Bizda demak hozir bor. Demak, ha bor qilamiz. Endi bizdan pasport shijirini so'raydi. Agar buni qayerda bo'lishini yoki oldin ko'rmagan yoki tushunmasangiz, yon atrofingizdagi kattaroq odamlardan so'rab olishingizni maslahat beraman. Ro'yxatdan o'tishni juda ko'pchilik tushungan bo'lsa kerak. Endi eng asosiy joyga kelamiz, qaranglar. Statistika bo'limini ko'rsataman sizlarga. Siz bergan kartalar deyapti. Ya'ni men 506 ta karta berganman. Qanday? Uzum bankni yuklatib, mening havolam orqali 506 ta odam Uzum bankni yuklab karta ochgan. Shu sababdan men 20.240.000 so'm pul ishlaganman. Endi men taklif qilgan odamlar boshqalarni taklif qilgan. Undan 2.800.000 ishlaganman. Endi qaranglar, olingan bonuslar qatorida mana 12.600.000, ya'ni men dekabr oyida 15 kun ichida 12.600.000 ishlagandim. 5-yanvar kuni plastik kartamga tashlab berishdi. Endi yanvar oyi uchun to'lanadigan summa turibdi mana pastda. To'lanadigan summa bu yanvar oyida to'playotgan pulim 10-fevral kuni tashlab berishadi buni. Ya'ni siz bir oy davomida pul to'pladingiz va nargi oyni 10-sanasigacha sizga tashlab berishadi. Birdan boshlab 10-sanasigacha o'zi avtomatik Uzum kartasiga tushadi. Eng ko'pchilik shu savolni beryapti, eslab qolinglar. Har oyda 10-sanasida tashlab beradi. 10.500.000 biz fevral oyida olamiz. Endi buni qanday ishlash? Buni siz ham bemalol ishlasangiz bo'ladi, qarang. Mening havolam degan tugma bor. Bosganingizda sizga maxsus havola beradi. Mana ko'k sizning havolangiz bo'ladi. Buni kimga jo'nataman? Sizning ukangizda misol qilib gapiryapman. Sizning ukangizda Uzum bank ilovasi yo'q.
uka mana shu havolani bosib Uzunbank ilovasini yukla yoki opa mana shu havolani bosib Uzunbank ilovasini yuklab onlayn karta oching, ro'yxatdan o'ting deysiz. Ushbu havolani bosib ro'yxatdan o'tib karta ochsa siz 40 ming so'm olasiz. Tushundingizmi? Shunchaki yuborib qo'yish kifoya emas. Ular ushbu havolani bosib Play Marketga kirib Uzunbank ilovasini yuklab ro'yxatdan o'tib karta ochish kerak. Ko'pchiligimiz buni boshida qilgan bo'lsak kerak. Tushundingiz? 24 soatdan keyin statistika bo'limiga qo'shiladi. Ya'ni siz ertalabki 6 da ochirgan bo'lsangiz, ertasi kuni 6 da mana shu statistika bo'limiga 40 ming so'm qo'shiladi. Juda ko'pchiligimiz haligacha tushunmadik shuni. Qo'shilmadi, jo'natdim, ro'yxatdan o'tdi, qo'shilmadi deb so'rayapti. 24 soatdan keyin qo'shiladi. Faqatgina karta ochgan bo'lsa, iltimos qilamiz, karta ochganiga e'tibor qaratinglar. Shunchaki jo'natib qo'yib, ro'yxatdan o'tdim deganiga ishonib yoki boshqa qolmanglar. Aynan u karta ochganini tekshiringlar. Shunaqa. Endi botga taklif qilish degani bor. Bu juda muhim emas. Bu nima sabab? Men hozir ko'pchiligimiz shu botga taklif qilishni yuboryapti ekanda, qo'shildi lekin menga pul bermayapti dedi. Bu juda muhim emas. Buni hozir men sizga tushuntiraman. Bu ya'ni sizning onangizda Uzunbank ilovasi bor, lekin aksiyada qatnashmoqchi bo'lsa, shu maxsus havolani yuborasiz, ya'ni botga taklif qilish. Buni faqat Uzunbank ilovasi bor odamlarga jo'natasiz va ular ham odam taklif qilsa 6 ming so'm olasiz. Tushunarli, bu narsaga juda e'tibor qaratmanglar. Asosan shu 40 ming so'mga, ya'ni mening havolamga e'tibor qaratamiz.